Assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugungi darsimiz barchaga qiziq bo'lgan, ya'ni tradingdan tajribaga ega va tajribaga ega emas bo'lgan insonlar uchun, lekin darslarni shu vaqtgacha, shu joygacha ko'rgan bo'lsanglar, menimcha sizlarda tajriba juda ham yetarli darajada. Ya'ni sizlar tradingda bitim ocha olasizlar, yopa olasizlar, tahlil qila olasizlar, fundamental ilmda juda mukammalsizlar yoki texnik tomonlama bazaviy znaniyalarga egasizlar. Va shu orqali ham o'rtoqlar indikatorlardan foydalana olasizlar, robotlardan foydalana olasizlar. Barchasi bizning o'sha 30 ta darsimizning ichida edi. Va mana shu darsimiz ham o'rtoqlar muhim dars, ya'ni bu copy tradingga moslashgan. Sahifaga kiramiz, Amarkets saytiga kirib olamiz. Agar Amarkets saytida bo'lmasa, mana o'rtoqlar my.amarkets.uz ga kiringlar. Agar copy tradingda qanaqadir xatolik bersa. Endi bizda copy trading bo'limi mavjud. Siz copy tradingda agar mukammal darajada savdo qilayotgan bo'lsangiz, ya'ni darsni shu vaqtgacha, shu joygacha ko'rdingiz va siz o'sha natijaga erishgan trader sifatida yaxshi savdolar olib borayotgan bo'lsangiz, значит men o'ylaymanki, sizlar bu yerda trader sifatida kirasizlar, ya'ni investor emas. Yoki shunchaki sizlarda pul ko'p, ham qaysidir tashkilotda ishlaysizlar, deylik qandaydir tashkilotda ertalab chiqasizlar, ketasizlar, tradingga qara olmayapsizlar. Trading sizlar uchun asosiy daromad manbai emas, balki trading sizlarga qo'shimcha daromad manbai bo'lishi mumkin. Ya'ni ko'p vaqtingizni sarflamagandan keyin bozorni grafiklarni o'qish, tushunish biroz qiyinchilik tug'diradi. Chunki ko'p savdoda o'tirgan tajribali trader nima uchun traderni yoshi qancha katta bo'lsa, yoshi emas, balki tajriba muddati qancha ko'p bo'lsa, u mukammalroq savdo qiladi. Chunki u muzdegidan yeganda vaqtida. Ya'ni yaxshigina stop losslarni olgan, yaxshigina take profitlarni olgan, yaxshi foydali ham chiqqan va ana shu foydani bir kunda yo'q ham qilib ko'rgan yoki o'sha pulni yechib undan mazza ham qilgan va ana shu pulni o'rtoqlar risk qilib, nafs yomonlik qilib bir kunda yo'qotib qo'ygan bo'lgan o'rtoqlar, shunaqa temalar bo'ladi tradingda. Bu tajriba orqali kelib chiqaveradi. Agar sizlar risk management, money managementga alohida e'tibor qilib yaxshi savdogar bo'lsanglar, ya'ni trader degani savdogar degani, yaxshi savdogar bo'lsanglar, demak sizlar ko'p yashab qo'ydinglar, ya'ni trading bilan birgalikda. Trading sizlarni asosiy hayotinglardagi yana bitta yaqin yillarga aylangandek, yaqin insoningizga aylangandek bu kasb yurak yiliga, qoningizgacha singib ketgan bo'lsa, значит sizlar buni asosiy daromad manbaiga aylantira olasizlar. Bo'lmasa o'rtoqlar, qo'shimcha daromad manbai yoki sizlarni yo'qotishga yoki shunchaki qo'shimcha daromad olishga olib keladi, agar ilmiylar bo'lsa, risk managementga amal qilsanglar. O'rtoqlar, bu temada bitta dars o'tamiz. Risk management yoki money management bitta qilamanmi ikkalasini. Uzunroq bo'lsa ham bitta dars qilaman-da. Mana shu temalarda men gapirib beraman. Zerikarli bo'lmaydi menimcha, 2x eshitishlar kamida. Agar Instagram, TikToklarda ko'p video ko'rib bo'lsanglar, ana shu insonni miyasini chalg'itadi va videolarni sabr bilan ko'ra olmaydi. Va bizni kuzatuvchilarimiz orasida videolarni sabr bilan oxirigacha ko'rayotganlar kuzatuvchilarimiz bor. Buni albatta kommentariyadan bilib qolaman men. Chunki quest o'yinlarini o'tkazganimizda ham yaxshi kommentariyalarni ana shu kuzatuvchilarimiz videoni o'rtasida kerak bo'lsa oxirida aytganlarini ham yozganlari bor. Bu yarim soatli videolarni sabr qilib har kuni kuzatib kelayotgan bizni kuzatuvchilarimiz bor. Ya'ni ertalabki brifing loyihalarimizda. Demak, ularda sabr bor, ular yaxshi trader bo'la oladi. Bu siz videoni tez o'tkazasiz, bu yaxshi trader emas degani emas. Balki sizda tushunishingiz yaxshidir, juda ham tez qabul qilishga o'rgangandirsiz. Balki ular ham 2x da ko'rar videoni, bilmayman. Xo'p, nima uchun buni aytdim? Ya'ni siz investor, agar sizning vaqtingiz bo'lmasa, siz investor bo'lishingiz mumkin. Agar pulingiz bo'lsa, shunchaki investitsiyaga kiritib qo'yasiz, bu yerda savdo qilishadi, boshqalar siz ularning savdolarini ko'chirasiz. Yoki trader bo'lishingiz mumkin. Keling, investitsiyadan boshlaymiz. Investorga bosamiz o'rtoqlar va mana shu yerda agar xatolik bersa, sizlar my.amarkets.uz saytiga kiringlar. Ya'ni shu yerda turgan bo'ladi, ana shunga o'tib olasizlar. Demak, endi sizlar birinchi marta kirganlarda hisob raqam ochish degan yozuv turadi. Bitta bosib olsanglar, hisob ochildi, login parollar pochtaga yuborildi degan xabar chiqadi va mana shu holatda qoladi. Xuddi shu holatda turadi o'rtoqlar. Endi biz nima qilamiz? Bu yerdan o'zimizga yaxshi traderni qidiramiz. Qaranglar o'rtoqlar, mana bu traderni qaranglar. Xo'p, risk bali o'rtoqlar 100 dan 100 ga teng va daromadni agar hisoblasak o'rtoqlar 7253 barobar ko'tarib yuborgan. Bu $100 bo'lsa 7253 ga ko'paytirsanglar foizda o'rtoqlar 100% ga 100%, demak 200% juda aniq hisoblanmaydi. $100 pulinglarni misol uchun o'rtoqlar 100% ga ko'tarildi degani bu $100 $200 ga aylandi degani.
Shunaqa hisoblaysizlar. Demak, bu normalligini, yaxshigina daromad qilar ekan. Qaranglar, o'sish tempini qaranglar, qanaqa zo'r ketyapti. Xo'p, oxirgi 7 kunlikdagi natijalari. Endi o'rtoqlar, bizning kuzatuvchilarni qaranglar, 14 ta ekan. Bu yoqda top 1 da turibdi, to'g'rimi? Kirishimiz bilan turibdi. Filtr bersak bo'ladi o'rtoqlar. Bu yerda filtr bo'limi. Xo'p, pastdan tepaga ko'rsatib beryapti. Mana yo'qotishlarni qaranglar. Bitta kuzatuvchisi bo'lgan ekan va biz o'rtoqlar, ya'ni eng zo'r topgandan qarab pastga qaratishni bosdik bu yerdan va bu yerdan o'rtoqlar hafta bo'yicha eng zo'r natija ko'rsatganlarni tanlab olishimiz mumkin bo'ladi. Va ball bo'yicha o'rtoqlar, mana bu otsenka bo'yicha risk yuqorisi va o'rtoqlar, mana riski kamidan pastga qarab mana shunaqa tema. Balla bo'yicha o'rtoqlar. Endi kuzatuvchilari ko'pini ham tanlasak bo'ladi. Kuzatuvchilari ko'p. Mana buni kuzatuvchisi ko'p ekan, bu 89% zarar qilib qo'yibdi. Buni kuzatuvchisi 106 ta va o'rtoqlar 225% ishlatdi. Bu yaxshi ketayotgan ekan. O'zingiz mana shunaqa filtr qilib o'rtoqlar topasizlar va endi mana shu bizga ma'qul keldi-ku biroz, to'g'rimi? Chunki kuzatuvchilari ham ko'p, riski 100% lik emas. Demak, otsenka o'rtoqlar, endi statistikaga bosamiz, bizda keyingi okno ochilyapti. Bu yerda ana shu trader haqida ma'lumotlarni batafsil tanishib chiqishimiz mumkin bo'ladi. Biroz zagruzka qiladi, kutamiz. Qaranglar o'rtoqlar, bu yerda eng kerakli narsa bor bizga. Juda kerakli narsa bor. Bu max drawdown, ya'ni maksimalniy prosatka bo'ladi bu o'rtoqlar. Yoki bo'lmasa maksimal tushish. Balans $100 bo'lsa, 58 dollar 88 sent balansingiz minusda turib, keyin plyusga chiqib ketganda o'rtoqlar. Shunaqa tema. Lekin umumiy sizlar $100 puliga 200% bo'ladigan bo'lsa, 200 taxminan hozir $100 puliga qo'shimcha $225 foyda oldinglar va sizlarning pulinglar, umumiy kapitalingiz $325.40 ga teng. Mana shunaqa tema. 610 ta trade savdo qilib o'rtoqlar, savdolar soni 610 marta pozitsiya ochib yopgan va hozir uni balansida $13.102 puli bor. Oxirgi marta o'rtoqlar, mana 8-dan beri hop aktivligini qaranglar. Bu 2023-yildan beri normalni, значит bu yaxshiga o'xshayapti o'rtoqlar. Endi mana bu yerdan grafikni o'sishini ko'ramiz. Mana 2023-yilda oyma-oy mana ko'rishimiz mumkin. Iyunda mana bu oylarda pasayib ketgan, ya'ni 2% zararga ishlagan kunlari ham bor ekan. Mana 40% zarar. Mana shu holatda o'rtoqlar, bu balansni prosatkaga olib kirgan bo'lsa kerak, ya'ni 58% gacha. Va sekin-sekin 2000 qaranglar o'rtoqlar, 23-yil iyundan boshlab qachon foydaga chiqishni boshladi? Boshida foydaga chiqqan 24%, 32%. Va o'rtoqlar, u keyin mana o'rtoqlar 23-yilda noyabrda iyuldan boshlagan ekan o'rtoqlar. Noyabr qaranglar. Avgust, sentyabr, oktyabr, noyabr oradan 4 oy o'tib keyin sekin foydaga chiqishni boshladi va orada mana qilgan foydasini biroz kamaytirdi. Qaranglar, 90%, ya'ni $100 ga $90 topib, orada o'sha pulni $30 uchirib qo'ydi. Ya'ni pul 190 emas, endi 130 bo'ldi. Va mana o'sib 150, 168 toza foyda, endi balansingiz 236 bo'lib turibdi. Mana shunaqa o'sib tushib, yaxshi trader ekan o'rtoqlar. Yomon emas, lekin mana bu narsa menga ma'qul kelmadi. Bu narsaga qarash kerak birinchi o'rinda, chunki balansni shuncha riskga qo'yib yuborib o'rtoqlar, bu yomon. Shuncha yil kutasiz, lekin balansingiz yo'q bo'lish ehtimoli bor ekan. Riskni mana antena bo'yicha 1, 2, 3, 4 ta baholayapti o'rtoqlar. Demak, biz buni xohlasak kuzatamiz. Mana oyma-oy, haftalik o'rtoqlar, oylik ko'rishimiz mumkin. 18, 3 oyda 0.2%, 6 oyda 10%, 12 oyda 2% va 18 oyda 258% ga ko'tarilgan va mana natijalari o'rtoqlar, barchasini kuzatuvchilar oxirgi 7 kunlikda 1% ga kamayganligi, barcha statistikasi bor, qaysi juftlikda savdo qiladi. Mana bu ranglisi o'rtoqlar USDCAD ekan. Mana USDCADda 11% savdolari USDCADdan iborat o'rtoqlar. KJP sariq ekan o'rtoqlar, sarig'i topamiz. Sariqmi bu o'zi? Mana sariq, mana shu KJP mana 1% KJP eda ekan, tillada ko'proq savdo qilar ekan, ya'ni 19% savdosi tillada ekan, savdoni ko'ryapsizlar o'rtoqlar. Va yo'qotishi, mana foydasi buncha bo'lgan, yo'qotishi bunaqa bo'lgan o'rtoqlar. Qaranglar, yo'qotishi ko'proq, ya'ni win rate bo'ladi o'rtoqlar 47.13, lekin risk to reward, ya'ni zararga nisbatan foyda nisbati, o'zbekchalar shunaqa bo'lsa kerak, yuqoriligi uchun bu umumiy foydada turibdi hozir o'rtoqlar. Hop, zarar
Xo'p, ming bor uzr, mana bu profit ekan o'rtoqlar. Profit 52% ekan win rate o'rtoqlar. Yo'qotishi qizil. Mana qara. Yashil tomonga yashilni, qizilga qizilni qo'ymabdi deb teskari qo'yganim uchun biroz men adashdim. Endi o'rtoqlar savdolar soni buni ruschaga o'tkazib olsanglar yoki mana bitta translate yoqib o'zbekchaga istagan tilga o'tkazsanglar bo'ladi. Mana savdo tarixini ko'rishimiz mumkin. Oxirgisi mana o'rtoqlar 50 daqiqa davom etgan savdosi va $202 daromad qilib oldi bu. Narxni mana shu narxdan ochgan o'rtoqlar 7-chestoda bu buy 0.2 lot bilan zo'r ishlab olgan o'rtoqlar mana bu lotga. Nisbatan agar bu 0.02 ga ochilganida $20 ishlardi. 0.2 ga ochilgani uchun $200 ishlab oldi o'rtoqlar. Agar 2 lotga ochilganda $2000 bo'lardi bu yerda. $2020 adashmasam. Yoki undan ham ko'pmi? 2200 mi? Mana pozitsiyalari o'rtoqlar 0.2, 0.1 lot bilan 1 lot bilan ham kirib ketar ekan, lekin $36 zararda yopib qo'yibdi. Buni olayotgan foydasi yaxshi. Agar 0.03 ga ochganida bu demak 600 ishlabdi, 0.03 ga ochganda $68 ishlardi. Endi uni 3 ga bo'lsak, 0.01 ga ochganida $20 ishlagan. Juda yaxshi ishlagan o'rtoqlar. Mana qaranglar 2890 dan 2913 gacha pozitsiya. 1 soat 18 minut ichida zo'r ishlab qo'ygan, to'g'rimi? Yaxshi trader ekan. Tochka qo'llanadi, ya'ni sniperskiy entry deydi o'rtoqlar. Sniperga o'xshab kiryapti va bu o'rtoqlar mana to'g'ri kuni ikkita savdo, 5-chesto kun 5-marta va 3ta savdo ekan va 7-marta 4ta savdo. Umumiy qaranglar 7-marta $400 dan ko'p foyda qildi. Bu yetarli darajada o'ziga yaxshi trader ekan. Faqat o'sha prosatkani sal ko'proq qilib qo'yganligi yomon ekan. Shuning uchun qolgan joylar yaxshi. Endi o'rtoqlar yillik hisobotni ko'ramiz yoki 6 oylik natija, 3 oylik, 1 oylik. Negadir dovdiradi. Mana endi sekin ishladi o'rtoqlar. 1 oylik natija oylik ko'rinishni ko'rsatyapti. 3 oylikni ko'rsatsinchi bizga o'rtoqlar. Qaranglar, grafik balanschi pashti bitta joyda turibdi-da, o'sotdi, kamayyapti, o'sotdi, kamayyapti. Bu trader menga uncha yoqmadi. Agar buni ko'chirmoqchi bo'lsangiz o'rtoqlar followga bosasizlar va bizda o'rtoqlar balansni to'ldirish kerak bo'ladi. Balansni to'ldirmaganmiz. Balansni to'ldirishga bosib, balansni to'ldirib, keyin follow qilsak bo'ladi uni. To'ldirishga bosib albatta ma'lumotlar, karta ma'lumotlar kiritib, albatta to'ldirsa bilasizlar menimcha balans to'ldirishni. Bu haqda videolar bor. Amarkets bilan ishlash degan joyga o'tsanglar YouTube platformamizda topasizlar. Demak, endi biz followlar yaxshisini topamiz, ko'prog'ini, riski kamrog'ini, yaxshi ishlayotganligini. Mana bu misol uchun yo'q, mana bucha. Menga mana bunaqa plavniy chiqsa zo'r ko'rinadi-da. Men bunga o'xshab tushib ketib emas. Mana bunga o'xshab o'ssa, bu yaxshiga o'xshab ko'rinyapti. Buni ochamiz. Kuzatamiz, buni ham tahlil qilib chiqamiz o'rtoqlar. Maksimal bor yo'g'i $100 ga $22 prosatka qilgan ekan va $100 ga sizlarga $284 toza foyda olib bergan bo'lar ekan bu bola. 841 marta ochib yopibdi. O'zini puli hozir $1513 o'rtoqlar. 2021-yildan beri aktiv ekan. Oho, 2022-yil 21. Qo'yani ko'rinmayapti. O'rtoqlar, bu kam-kam o'rami hamisha xo'ram degan gap bor bilamiz. Menimcha eshitgansizlar bu gapni. O'shanaqa kam-kam olar ekan, lekin har doimgi qaranglar qanaqa zo'r trader bu. Juda zo'r trader ekan. Oyil qolsa arziydi. Yomon emas o'rtoqlar. Mana 3 oyda 8%, o'sha yetarli darajada o'rtoqlar. 12 oy, 1 yilda 83%. Bu o'rtoqlar Wall Streetdagi traderlardan ham ko'p topar ekan. Lekin prosatkasi ko'proq, 20% to'g'ri. Endi ular prosatkaga e'tibor qilishadi, boshqa qilishadi. 84 tadan kuzatyapti. Buni ham kuzatib, o'rtoqlar balanslarni qo'yib qo'ysizlar. Misol uchun bu 200% topsa, $100 ga misol sizlarga $284 topgan bo'ladi. 22% prosatka, ya'ni drawdown qilsa, sizlarda $22 bo'lgan bo'ladi. $1000 ga $220 bo'lgan bo'ladi. $1000 ga o'rtoqlar $2840 topgan bo'ladi. Mana shunaqa pulini hisob kitobini shunaqa tushunib olsizlar. Risk o'rtoqlar 81 ekan, bu otsenkasi o'rtoqlar mana tarjima qilib olsanglar, bu nima deyotganligini tushunib olasizlar. Demak, hop, maksimal prosatka shularga qaralab otsenka qilinadi degandek qilyapti, по-моему bu. Hop, ochiq nazarda qaranglar, yaxshi juftliklarda savdo qilar ekan, lotlarni qaranglar, katta puliga 001 3 kun ishlab turgan, $2 da yopish uchun. Hop, 001 sraz yopib olgan ekan, o'rtoqlar adashib ketgan shekilli-da. Hop, 008 $18 swap, ijobiy swap olibdi, ya'ni plyus olibdi swapdan $18 va bu 3 kun долгосрочный ishlaydi. Qaranglar, bular o'rtoqlar, bu trader menga ma'qul keldi. Men o'zim kuzatsam, mana shuni balki kuzatgan bo'lardim. Faqat nazarda outcut
yaxshi, tipa uncha qattiq yurmaydigan juftliklar. Hoppa, oldindan shunday ishlar ekan o'rtoqlar bu. Yaxshi treyder ekan. Demak, buni kuzatsa arziydi deb o'ylayman. Mana shunaqa o'rtoqlar. Follow qilib kuzatamiz. Treyder bo'lishimiz ham mumkin. Treyderga bosib hisobimizni to'ldiramiz o'rtoqlar. Boshqaruvchi hisobini yaratishga bosamiz. Biz endi o'rtoqlar MetaTrader 4 da ishlay olamiz bunda va kreditni pulchi maksimal 1 ga 500 bo'lishi mumkin. Hisob turi SN va standart fixed o'zingizga quligini tanlaysiz. Strategiyaga nom qo'yasiz. Buning ham strategiyasi nomi bor o'rtoqlar. Yaratishga bosamiz. Mana bunga bosib men petichani qabul qilamizda strategiyaga nom qo'yamiz. Yaratishga bossak bizda yaraladi o'rtoqlar. Men hozir yaratmayman. Demak, keyin mana investor bo'lib bu yoqqa kirganimizda ko'rishimiz mumkin-ku, bularning strategiyalari nomlari bor. Zo'r nom qo'yib qo'ysanglar, strategiyalarga o'rtoqlar ko'proq e'tiborni tortadi. Mana ichiga kiramiz-ku hozir bularni. Mana Revant deganda Wonder ekanmi bularniki. Bir nimadir qo'ysanglar, ichiga kirgandan keyin statistikalarni ko'rish uchun kirgan odam nomiyalarga ham qarab o'ziga manipulyatsiya qiladigan bo'lsa, ana shu sizlarda uspешный trader bo'lsanglar, albatta yaxshi bo'lsanglar, maslahat beraman bu trader bo'lishni va aytgancha sizlar trader bo'lib kiradigan bo'lsanglar, sizlar foyda olasizlar. Ya'ni komissiya belgilaysizlar. Misol uchun qaranglar, investor bo'lib kirsanglar, bularni shunchaki kopiya qilasizlar-yu, bular misol uchun sizlardan o'zi belgilangan miqdorda pul olib qoladi. Misol uchun o'zi qo'ygan bo'lishi mumkin 5%, 10% olib qolish. O'sha narsa mana misol uchun $1 ishlasa, $1 bu 10% olib qoladigan bo'lsa, demak $1 o'rtoqlar 10 sent olib qoladi sizlarning savdoinglardan. Agar bu zarar qilib qo'ysa, ana shu zararni qoplab bermagunicha komissiya olmaydi. Mana shunaqa temalari bor. O'qib tanishib olsalar, copy trading haqida tushunchaga ega bo'ldinglar deb o'ylayman. Agar trader bo'lib kiradigan bo'lsanglar, yaxshi savdogar bo'lsanglar, albatta maslahat beraman ochishni va sizni copy qilganlar sizlarga komissiya to'laydi. Ana shuni o'zingiz belgilab qo'yasiz, qancha komissiya kerakligini. Misol uchun 25% qo'yib qo'ysanglar, $1 o'zingiz pozitsiya ochib yopdingiz, $100 balans boshqarib olasiz va boshqalar ham sizni $100 balans bilan kuzatyapti, undan ham $1 foydaga yopiladi. Agar siz $1 foyda deyapsiz va 25 senti yana sizga o'tadi. U trader esa bor yo'q 75 sent olib qoladi. Mana shunaqa tema. O'rtoqlar, bu narsa shunaqa ishlaydi. Agar yaxshi trader bo'lsanglar, marhamat, agar tradingda vaqtingiz bo'lmasa yoki pulingiz ko'p bo'lsa, investitsiyaga o'zingizlar men buni ko'chiringlar deb maslahat bermayman, ko'chirmanglar. O'zingizlar bilasizlar kimni ko'chirishni. Xohlaganinglar mana shunaqa filtr qilib o'rtoqlar mana yana kuzatish mumkin. Dalshi yangi spiskalar chiqadi, traderlar juda ham ko'p o'rtoqlar, filtrlarni o'rgandik, statistikani ko'rishni o'rgandik. Buni kuzatuvchilari nechta, misol uchun mana 106 ta ekan. Hammasini ko'rib o'rtoqlar o'zingizlar eng zo'rini tanlaysizlar va ana shu eng zo'rini kuzatsanglar, bular menimcha ishonchli qo'lga topshirganinglar ma'qul. Ya'ni ishonchli odam savdosini ko'chirganlar ma'qul. Hatto yana balans yo'q qoladiganlar emas albatta. Va o'zingizlar ham yaxshi trader bo'lsanglargina bu ishni boshinglar, bo'lmasa boshqalarni balansini yo'qotishga sababchi bo'lib qolmanglar. O'rtoqlar, bugungi darsimiz shundan iborat. Kimda qanaqa savollar bo'ladigan bo'lsa, marhamat kommentariyada yozib qoldiringlar. Albatta qo'ldan kelgancha javob berishga harakat qilamiz. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.